payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Kim Alloh yo'lida ikkita ayolini infoq ihsonini zimmasiga olsa, albatta bu kishiga jannat eshiklaridan chaqirib kirdinglar. Banda albatta bu ish yaxshi. So'ngra Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar: kim namozxonlardan bo'lsa, namoz ahlidan bo'lsa, jannatdagi namozxonlar uchun tayyorlangan eshikdan chaqiriladi. Kim jihod ahlidan bo'lsa, jihod ahli uchun tayyorlangan eshikdan chaqiriladi jannatga. Kim sadaqat eshigi ahlidan bo'lsa, sadaqa qiluvchilarga tayyorlangan jannat eshigidan chaqiriladi. Kim ro'zadorlar ahlidan bo'lsa, Rayyon jannatiylarga atalgan Rayyon eshigidan chaqiriladi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdilarki: "Ya Rasululloh," dedi, "mana shu aytilgan hamma eshikdan bitta odam chaqirilishi mumkinmi?" Deganlarida: "Ey Abu Bakr, ana shu kishi siz bo'lishingizni umid qilaman," dedilar.